darsimizning oxirgi soatiga yetib borg'il turibdi. Bu soat biz objektivlik, ya'ni obyektivlikni so'zlab o'taylik. Objektivlik, ya'ni obyektivlik bo'lsa qandoq deganda, men garchi hozircha biz bu to'g'risida aniq to'xtalmasakmi, lekin men to'xtalib qo'yay. Ya'ni bu objektivlik deganimizda biz ma'lum bir yangi obyektni paydo qilgan vaqtimizda bu o'zligidan yani objektiv qilib qurildi. Masalan men bu yerga hozir desam aniq tushunmasliginglar mumkin. Keyin obyektni shu biz yani objektivni biz Uyg'urcha obyekt deb ataldi. Buni obyektga yuzlangan program loyihalash jarayonida biz aniq qilib so'zlaydik. Hozir so'zlasak, sizlar mujmal bo'lib qoldi, tushunmaysizlar. Obyektivlar. Ya'ni bir turdan birini qurib, masalan class A deb turdan birini qurib yoki mana turdan birini qurib, keyin bu turga ham xoslik bilan usulni qilib beramiz. Keyin bu class deydigan turdan bir yangidan bir A deydigan bir turni ijro qilgan vaqtimizda yoki shunday bir onunki obyektni ijro qilgan vaqtimizda shu A obyekt tipli qilib qo'yilib chiqadi. Obyekt deganimizda shu vaqt tushundiramiz. Mush soatda faqat mush obyektniki obyekt tipli ekanligini, bu obyekt tiplikniki faqat biz obyektga yuzlangan program loyihalash bosqichida o'rganganligimizda tushunib olsanglar bo'ldi. Hozir men aniq qilib tushuntirib olsam, sizlar ma'u 07 ni boshlanib turib 3-bobida buni tushunmaysizlar. Chunki biz anda jarayonga yuzlangan program loyihalash bosqichida biz asosan o'tirg'im kelmadik biz PHP tilini o'rganib. O'tirg'im kelmadik. Anda PHP ning dunyosiga anda qadam tashlab qildik, o'tirg'ib olmadik. Shunga men o'tirg'ib olmagan asosda obyektniki obyekt ekanligini, onunki bir turdan yangidan bir obyektni hosil qilgan vaqtida shu obyektniki obyekt tipli qilib qurilganligini tushunib olsanglar bo'ldi. Va yoki VB tutqandagi sizlar men mutlaqlam tushuntirib o'tiray. Ya'ni VBda biz komanda buttonni qo'sh ekkan vaqtida ekran ustida ya'ni forum 1 ning ustida komanda button 1 deb quriladi. Dal biz qurilgan komanda button 1 ning o'zi bizningki PHP tilidagi objekt tipga to'g'ri keldi. Dal shu bizning PHP tilidagi objekt tipga to'g'ri keldi. Ya'ni obyektni biz qurilgan vaqtida objekt tipli qilib qurildi. Biz hozircha objekt tip to'g'riliq mushunchalik so'zlashimiz. Ikkinchi tip oxirini sanashda ikkinchi tipimiz resource manba tiplar. Biz manba tipi to'g'risida bek aniq to'xtalmaymiz. Biz bu sandan vaqtida aniq to'xtalamiz. Resource manba degan ma'no bo'ldi. Biz sandan qo'lgan vaqtimizda, ya'ni sandan mulozim turib qo'lgan vaqtimizda qaytadigan qimmatni manba tipi qildi. Ya'ni ta'minlash tiplar manba tipi qildi. Biz sandandan ya'ni bizning sonliq ma'lumotlar omburimizdan ma'lum bir jadvalni tutib ishlatgan vaqtimizda bu qaytaradigan qimmat manba tipi qiladi. Va yoki biz ma'lum bir masalan ID'si 3 bo'lgan bir ishlatgichni izladik. Shu chaqda qaytaradigan qimmat ya'ni manba tipi qiladi. Manba tipini biz sandanga birlashtirib so'zlaymiz. Bu yerda manba tipiniga sandan bilan sandan so'ziga vaqtimizda yaxshiroq tushungan bo'lganligini men deb aytib ketsam bo'ldi. Resursning manba tipli ekanligini, ya'ni ta'minlash tipli ekanligini tushunasanglar bo'ldi. Demakchilik bizningki objekt tipimiz bilan resource tipi hozircha menga omonat qolgan bo'ldi. Sizlar men so'zlab o'tib ketgandekdak tushunasanglar bo'ldi. Objekt tipi bo'lsa yangidan bir shayni yoki masalan bir turdan bir obyektni asliga vaqtida shu obyektning objekt tipli qilib qurilganligini tushunasanglar. Resource vaqtida biz sonliq ma'lumot omburdan jadvalni izlab shu jadvalni ishlatgan vaqtimizda qurilgan ma'lum bir o'zgaruvchi miqdorniki manba tipli qilib qurilganligini tushunasanglar bo'ldi. Demak,
tiplikka uqumlar shundoq tushunsanlar bo'ldi. Hamda 3-chi tiplikni biz ayrim quruq qimmat tiplikni ayrim qilib so'zlaydi. Shu soatlik darsimiz object bilan resource usullar shundan tugida bak inchiklab so'zlab desam sizlar qaymib qolasizlar. Hozircha shunday bo'lib tursanglar bo'ldi. Men keyin buni aniq qilib tushuntirib qo'yman. Bu soat darsimiz shu yerda oxirlashdi. Endi sonliq ma'lumotlar tipiniki eng oxirgi bir tip, ya'ni quruq qimmat tiplik 0. 0 ning ma'nosi quruq degan ma'noda chiqadi. Buni so'zlab o'tay. 0 quruq. Quruq degan ma'noda, ya'ni quruq qimmat tiplik degan ma'noda. Bir o'zgaruvchi miqdor biz PHP da olsa qandaq o'zgarish miqdorlariniki sonliq ma'lumot tipiniki qandaqlikni qaysi tipga mansub ekanligini qandaq bilamiz esa o'zgarish miqdoriniki qiymatiga qarab turib bilamiz. O'zgarish miqdoriniki qiymatiga. Dastlabki birinchi qitimda qandaq qiymat bergan bo'lsak shu xil tiplik bo'ldi. Masalan 1 2 3 deb qiymat bergan bo'lsam, hozir o'zgarish miqdori b ninki tipi bo'lsa butun son tiplik bo'lgan bo'ladi. Butun son tiplik bo'lgan bo'ldi. Navbat men ticket 01 degan bo'lsam, o'zgarish miqdori b ninki hozirgi mush qiymatga asoslanganda o'zgarish miqdori b ninki tipi float yoki double kasr son tiplik bo'lgan bo'ladi. Demakchilik, biz PHP da o'zgarish miqdoriniki tipini belgilashda yoki tipini bilishda o'zgarish miqdorining birinchi qitimliq, ya'ni tunji qitimliq qiymati qaysi doirada bo'lsa shu doirada deb belgilaymiz. Masalan, butun son bo'lgan bo'lsa butun son tiplik, kasr son bo'lgan bo'lsa kasr son tiplik, true yoki false bo'lgan bo'lsa logik tiplik deb belgilaymiz. Shunday bo'ldi. Hamda ma'lum o'zgaruvchi miqdorini men bunday qilib belgilab qo'ydim. Ularga qimmat bermadim men. Qimmat bermagan ahvolda shu o'zgaruvchi miqdor bor, ammo uning qimmat bermagan ahvolda bu 0 tiplik bo'ladi. 0 tiplik bo'ladi. PHP da shunday deb ifodalangan. Ya'ni bir o'zgaruvchi miqdor belgilandi, ammo uning hech qanday qimmat bo'lmagan vaqtida uning tipi 0, ya'ni quruq qimmat tiplik bo'ladi. Quruq qimmat tiplik oid bo'lgan bilimlar shunchalik quruq qimmatga oid qimmatlardan yana bunday qimmatlar bor. Masalan, mava. Andin mava men G deb uni belgilab buningga dastlabki qimmatdan manda quruq qilib bergan bo'lsam-mu, bu G deganimiz hozir 0 tiplik bo'lgan bo'ladi. 0 tiplik bo'lgan bo'ladi. Yana uningdan boshqa bunda qimmat mush tanning kendigi nimani qo'ysak 0 tiplik bo'ladi deganda birinchisi shu qo'sh tirnoq. İkincisi yalan tırnak arkalık. Üçüncüsü mavu qo'sh tirnoq ichida 0 bunda. Yani to'rtinchisi yana yalan tırnak ichida 0. Beshinchisi shu asitda degan bir funksiyalar bor. Shu funksiya orqali bir taraf qilinayotgan tipni biz odatda shu 0 tiplik deymiz. Asitda degan bir funksiya bor. Shu funksiya orqali bir taraf qilingan o'zgaruvchi miqdorlar shunga yetib ketadi. Biz bu funksiyani darsning oxirida so'zlaymiz. Demak, 0 tiplik bo'lsa quruq qimmat tiplik, quruq qimmat tiplikqa kiradigan o'zgaruvchi miqdorlar bo'lsa, faqat belgilanib qo'yilgan, ammo qimmat bermagan o'zgaruvchi miqdor 0 tiplikka kirdi. Ikkinchi xil holatda uning qimmat bergan, ammo qimmat bergani bu mana quruq qimmat yoki mana bunda birinchi xil bunda quruq qimmat yoki manda quruq qimmat yoki manda quruq qimmat yoki manda quruq qimmat degan holatda uningki tipi 0 tiplik bo'ladi. 0 tiplik bo'ladi. Biz 0 tipni shunday qilib so'zlaymiz. Ma'lum bir o'zgaruvchi miqdorniki belgilanib, qimmat bermagan holatda uningki tipining 0 tiplik ekanligini bilib olsak bo'ldi. Demakchilik, bizning PHP dagi shunday 8 tip bilan tanishimiz shu yerda oxirlashdi. Butun son tiplik, kasr son tiplik, logik tiplik, harf belgisi tiplik, sonlar gruppasi tiplik, obyekt tiplik, manba tiplik, quruq qimmat tiplik. Shu tiplar orasida bizningki so'zlaydigan mazmunimiz haqiqiy turda oxirlashdi. Endi biz kelasi soatdan boshlab shu tip masalasida hamda shunga oid bo'lgan funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Biz darsimizningki salmoqini bir qadar ko'paytirib, sur'atini bir qadar oshiraylik. Shu oldingi soatlarda 2 oy tugunib bo'g'illarmi, 1 oy tugunib bo'g'illarmi, men ishtirok o'rganmoqchi edim. Dedinglar, mavu o'zi bir til.
til. VB günüp baqqanlar ekan, Citil günüp baqqanlar ekan, ishqilib ki Photoshop günüp baqqanlar ekan sizlar chiqib, har xil balalar ekan sizlar topda. Ama bir til, bir program laylaştılar. Buna bir ay dügünüp buluş, 2 ay dügünüp buluş, yoki 3 ay, 4 ay dügünüp buluş, bu sizningki tirishingizga bog'liq, sizning tirishingizga bog'liq. Men faqat shu yo'lni ko'rsatib qo'yguncha, men o'z vaqtida shu 1,5 yildan ortiq o'rganib turbat yasab, turbatni eng ajda anaqa ibtidoiy usulda yasab, keyin bara ko'paytirib yangidek hozirgi holatlarga kelgidek bir o'tirtibga turbatlarni yasagidek holatga yetdim. Sizlar endi yana tirishib 2 oyda 3 oyda bir bosh chiqdim desanlar, sizlarning o'zingizning tirishchiligingizga bog'liq. Balki mendan natijasi yaxshi chiqishingiz mumkin, ammo PHPni 2 oyda tirishsanglar 2 oyda boshqa chiqishingizni men kafolat qilaman. Ham ochiq qolasizlar 2 oyda. Masalan 2 oyda PHP'ninki jarayonga yuzlangan program laylash qismi butunlay tugitib qilib bo'ldi. Yana jarayonga yuzlangan asosda turbatlarni yasag'il bo'ldi. Ammo PHP'ni to'liq bir o'rganibdim desanlar 2 oy vaqt hargizmi yetmaydi. Mening shu o'zidig'imni jarayonga yuzlangan programlash qismi. Shuni o'rganib tugitib atgandan keyin vaqt yor bersa, andan keyin obyektga yuzlangan programlash qismi o'taman. Dars to'g'riq mushunchalik so'zlay. Darsimiz mushiyat axlashda xayr xo'sh. Biz endi mush soatdan boshlab sonliq ma'lumotlar tipiga oid bo'lgan funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Endi PHP'da men oldin sizlarga yana bir qat tushuntirib beray. PHP tili bo'lsa, funksiyani asos qilgan til. Yana biz turbat yasash jarayonida ma'lum bir masalaga yo'liqamiz. Masalan, batlarga ayiradigan, sandanni ulaydigan, jadvalga ulaydigan, jadvalni ishlatadigan, har xil chiqib shu masalaga yo'liqamiz zodi. Shu masalaga yo'liqgan vaqtda shu masalani funksiya orqali amal qilamiz. Funksiya orqali amal qilamiz. Yana yoki funksiyani yoki o'zimiz yuzib chiqib hal qilamiz, yoki tayyor bo'lgan funksiyani foydalanib turib masalani hal qilamiz. Shu masalani funksiya orqali hal qilamiz. Funksiya o'rganmay boshqa amal yo'q PHP'da. Gapning qisqasi shu. Shunga biz har doimo funksiyani tashabbus qilamiz. Funksiya o'rganish muhim. O'rganish muhim, o'rgangandan keyin uni o'zingiz uchun xizmat qildirish texmi muhim. O'rganib bo'lgandan keyin, tunishib chiqqandan keyin siz tayyor funksiyalarni foydalanib turib, yana o'zingiz funksiya tuzamsiz yoki foydalanmaydi, lekin o'z oldingizga funksiya tuzab chiqaramsiz. Bu sizning o'zingizning ixtiyoringizda, ham o'zingizning iqtidoringiz tayinlisiz bu chog'da. Hamda hozirgi shu biz tayyor bo'lgan funksiyalar bilan tanishib chiqaylar oldi bilan. Shunga funksiyaga sal qarmanglar. Biz har doimo funksiya orqali masalalarni bir deb qiladigan bo'lgach, shu bizningki PHP o'rganayotgan do'stlarniki funksiyaga sal qarmasligini men umid qilaman. Sal qarmanglar. Birinchi funksiyamiz getType. getType bilan setType odatda bir-biriga ikkisini odatda o'rgangan vaqtida biriktirib bilan o'rgansak nəhayət yaxshi shuda, ammo ikki funksiya bir-biriga qarama-qarshi emas. getType funksiyasi. Men oldin getType funksiyasi bilan so'zlay. getType funksiyasi bo'lsa, getType funksiyasi bo'lsa, sonliq ma'lumot tipiga erishish. Sonliq ma'lumot tipiga erishish funksiyasi. Sonliq ma'lumot tipiga erishadigan funksiya. getType bo'lsa. Masalan, men sonliq ma'lumot tipiga erishdik. Oldidan o'zgartirish miqdori b tang bo'lsin 1 2 3 4 5 6 da. Bu qilib hamda shu equal getType bu funksiyani har doimo shu tirnoq ichiga yozildi. getType o'zgarish miqdori b. O'zgarish miqdori b ningki tipiga erishing. O'zgarish miqdori b ningki sonliq ma'lumot tipiga erishib, uni men hozir sonliq ma'lumot tipiga erishing. Erishganmiz sonliq ma'lumot tipini bat yuziga urib chiqib demoqchi. Hamda bat yuziga urib chiqaray. Hozir aniqlam sizlar ko'rib turibsizlar. 1 2 3 4 5 6 bilan bosdim. Bu aniqlab sizlar shu
integer tipliq chiqish to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Demak bu yerga shu integer tipliq deb isbadi. Endi men buningga masalan ma'nosi deb boqay. Masalan bu yerga men yakanda deb ma'no besib boqay. Buni ham deb chiqib qo'yaki. Buningga aniqlaganda string tipliqni chiqib berdi. Endi sizlar boshqa tipliq, ya'ni shu o'zgartib qilib, boshqa tiplarni o'zgartib qilib chiqib qilgan nimani chiqib berdi qana. Demak, birinchi funksiyamiz getType, ya'ni sizlar manbatlarning tipiga erishish qism tugida. Ikkinchi funksiyamiz bo'lsa setType. SetType. Masalan, endi biz setType bo'lsa o'zgarish miqdorlariniki tipini almashtirish. Tipini almashtirish. Tipini almashtirish. Masalan, hozir o'zgarish miqdor man yakanda nima deb chiqdi? String deb chiqdi-ku. String deb chiqdi-ku. Hamda shuning tipini men hatta boshqa bir tip belgilay bo'ldi asa. O'zgarish miqdor alamday. O'zgarish miqdor a deb buniga men 1 2 3 deb qiymat bergan vaqtimda bu o'zgarish miqdor a ninki tipini chiqarsam getType orqali tipini chiqarsam tipini a bu inoqlar 100% integer chiqadi. Integer chiqadi. 100% integer chiqadi. Bas içindekini a başqa men yakanda deganning ma'no integer chiqdi. Integer chiqdi. Ma'no hajmini izoh jumlasiga aylantirdi. Buni chiqaramiz. Hamda o'zgarish miqdor men shu setType orqali o'zgarish miqdor a ninki tipini almashtirdi. Masalan, setType hozir o'zgarish miqdor a shunday-ku. O'zgargich miqdor a. Onunki tipini hamda. Tipini nimaga qaysi tip almashtirsan deganda, uning tipini men floatga yoki double sum bo'ladi. Float tipga almashtirdi. Float tipga. Anandan keyin float tipga almashtirdi. Uningdan keyin equal getType o'zgarish miqdor a. Qaranglar, men hozir o'zgarish miqdorini tunchiqdim 1 2 3 deb butun sonliq tipli qilib belgiladim. Buniki butun sonliq qilib chiqib, uningki sonliq nomad tipiga erishgan vaqtimda integer deb butun son tipi deb chiqarib berdi. Endi ikkinchi qitimda men setType funksiyasi orqali o'zgarish miqdor a niki tipini integerdan float tipiga o'zgartib etdim. Hamda uchinchi qitimda getType funksiyasi orqali o'zgarish miqdor a ning tipiga erishib, uni bet yuzi ko'rsatib bermoqchi. Bet yuzini nima deb chiqadi, endi biz ko'rib boqaylik. Bet yuzida integer double tipliq deb chiqdi. Float bilan double ikkisini birda, shunga bir double tipliq deb chiqibdi. Integer tipliq bo'lsa, biz birinchi qitimda yana equal getType orqali bu yerdan chiqqan qiymat bo'lsa integer deb chiqadi. Bu yerdan chiqqan qiymat bo'lsa biz a ni ya'ni float tipli qilib o'zgartirishga bet yuzida double tipliq deb chiqdi. Buni o'xshash men float emas double tipliq chiqdi. O'xshash lakinde. Masalan men bu yerni float demay string deb olay. String deb olay. Endi buni saqlab o'tib ijro qilay. Endi nima deb chiqdi? String deb chiqdi. Chunki men string o'zgartirdim. Demakchilik, shu soatimizda o'tilgan darslar qiladigan bo'lsak, bizningki shu setType bilan getType ikki funksiyasi bo'ldi. getType bo'lsa o'zgarish miqdoriniki tipiga erishish. setType bo'lsa o'zgarish miqdorining tipini boshqa tipga almashtirishda qo'llaniladi. Demak, ikki funksiya bilan tanishib chiqdik. Ikki funksiyani sizlar o'zingizlar mashq qilib chiqinglar. Bu soat darsimiz bu yerda oxirlashdi. Biz darslarimizning 3-bobning oxiriga qarab o'tamiz. Oxirgi qismida shu funksiya bilan tanishdik. Bu vaqtimda sonliq ma'lumotlarning tipiga oid funksiyalarning ikkinchi qismi
ya'ni shu tipdagi masalan o'zgarish miqdorininki shu tip shumi emasmi shuni aniqlaydigan funksiyalar. Masalan is array, is double, is float, is real, is long, is integer, is integer, is string, is object, is resource, is null, is numeric. Ani buni tushuntirib qo'yay. Bu is deganda bo'lsa degan ma'noda. Array deganda bizning sonlar gruppasida. Sonlar gruppasi shumi emasmi? Sonlar gruppasi bo'lsa true rost degan qiymatni qaytaradi. Sonlar gruppasi bo'lmasa false yolg'on degan qiymatni qaytaradi. Bu yerdan qaytaradigan qiymat ya'ni shu tipdagi son bo'lsa true'ni, shu tipdagi son bo'lmasa false'ni qaytaradi. Is double bo'lsa float tipliqmi yoki double tipliqmi yoki emasmi? Double tipliq bo'lsa true degan qiymatni, bo'lmasa false degan qiymatni qaytaradi. Is float bu float sonmi yo'qmi? Float tipliq son bo'lsa true'ni qaytaradi, bo'lmasa false qaytaradi. Hammasi shunga o'xshash. Is degan bo'lsa degan ma'noda keyingiklari bo'lsa shu. Endi bu yerdan men sizda biladiganim is numeric bilan is null. Is null bo'lsa quruqmi, quruq emasmi? Quruq bo'lsa true degan qiymat qaytaradi, quruq bo'lmasa false degan qiymat qaytaradi. Is numeric bo'lsa sonmi, son emasmi? Son bo'lsa true degan qiymat qaytaradi, bo'lmasa false degan qiymat qaytaradi. Endi men shunda bir sinab ikki funksiya orqali so'zlab o'tib ketay. Buningda chiq so'zlamayman, ammo izlab keyiniga shuni qilsaqlam shu nomdagi funksiyani tekshiradigan bilinglar. Masalan, birinchisi bo'lsa is aslan integer nima? Biz birinchi tip degan tipimiz integer. Is integer bo'lsa butun son tipliqmi yo'qmi? Emasmi? Butun son tipliq bo'lsa is integer degan funksiya. Butun son tipliq bo'lsa true'ni, butun son tipliq bo'lmasa false qaytaradi. Ikkinchi funksiyamiz bo'lsa is float tipliqmi yoki emasmi? Shunda float tipliq bo'lsa true'ni, bo'lmasa double'ni qaytaradi. Uchinchi funksiya bo'lsa is double tipliqmi yoki emasmi? Double tipliq bo'lsa true'ni qaytaradi, bo'lmasa false qaytaradi. Shunga o'xshash is string. Yana biz o'rgangan array va is null va yoki is numeric. Shunga o'xshash. Buning orasida is null bilan is numericni so'zlab o'taylik. Ya'ni qo'rqma yoki emasmi? Men masalan bu yerga bir funksiyani bir odatdagi o'zgarish miqdorini bir tuzay. D deganim hech qanday men faqat aniqladim, hech qanday qiymat bermadim. Bu yerga tushirib mana aniqlatgandan keyin endi xatolik chiqmaydi. Bu yerda bir tal jumla oxirlashdi deb qo'yib qo'y. Shunday bir badimda. Hamda equal is null. Aslan sızıq null. Aslan sızıq nerede ayma unutub qalmaqlar. Is null. İşiga özgərçi miqdar d. Qalanlar. Özgərçi miqdar d quruq qiymatmi yo'qmi? Quruq qiymat bo'lsa shuni qaytaradi. Shuni biz batuzga bizib chiqqanda bir chiqadi. Shuni biz diqqat qilib o'taylik. Bir chiqibdi. Demak, o'zgarish miqdorini biz aniqladik, ammo qiymat bermasak, uning tipi 0 bo'ladi. Bu hozir bu tip 0 bo'lgach, 0 degan funksiya true, ya'ni rost degan qiymatni qaytaradi. Rost degan qiymat bo'lsa, batuzda birni bisib chiqadi, bir bo'lib bisib chiqadi. Endi men bu yerga shuni men sonmi, son emasmi degan funksiyani ishlatib chiqarib qo'yay. Equal is numeric. O'zgarish miqdori d. Men buni saqlab ijro qilay. Nima chiqadiki?
bet bizde hatalar çıkardı da kalıp bakayla. Nereden çıktı bu hatalık? İşte call to undefined function is numeric. Is numeric. Veya da bu fonksiya yaparken lekin tapamadık deb da biz bu sanmı sağ emasmı şunu aniqlaydigan funksiya. Men masalan bu yerga bir tal o'zgarish miqdoridan birini olay. A deganim tang bo'ldi. Tang bo'ldi 15. 15 day. Hamda bu yerda o'zgarish equal is numeric şey men qalay ya. Baya şunu hata etdim ben numericni. To'q baya hata etdim ben. Is numeric a. Yani o eski degan qimmatni men berdim. Yani muşunun sammo emasmi muşuni tekshirib o'tsin. Sammo emasmi muşuni bir tekshirib o'tsin. 11. Yani san o'g'achqa 1 degan qimmatni qaytoldi. Yani san bo'g'achqa is numeric yani o'zgarish miqdori a niki tipi bo'lsa butun son tipliq. Ammo bu is numeric bo'lsa sammo emasmi shuni tekshiradi. Bu yerda a deganimiz san bo'g'achqa bu yerdan chu degan qimmat qaytoldi. Chu degan qimmat bet yuzda ko'ringan vaqtida 1 deb uriladi. Shunga bu 1 deb chiqdi hozir. Bu yerda bu 1 oldidagi mayotiki 1 ni kelgan. Buni men nimaga o'zgartirsa izohat jumlasiga bu ijro bo'lmaydi. Buning ham qimmatini ko'rmoqchi bo'lsak, bu da qimmat endi 1 deb endi. Qimmat 1 deb chiqdi. Demak, bu yerda aldik es, undan keyin aslan siziq kelib, har birisining tip belgilar kelsa, shu tipdagi sonlar shumi emasmi degan funksiya bo'lib, shu tipdagi son bo'lsa, agar o'zgarish miqdorining tipi bilan shu funksiyaniki tipi o'xshash bo'lsa, true degan qimmatni qaytardi. O'xshash bo'lmasa, false degan qimmatni qaytardi. Mana bu sonlar sonliq ma'lumot tipiga oid bo'lgan funksiyalar. Bu funksiyalar bir qadar ko'p. Bir-birisi ustida hammasiniki rol o'xshash bo'lg'achqa, men birisi ustida bir-birlab to'xtalmadim. Faqat ikkinlab so'zlab qo'ydim. Sizlar shu is integer, is float, is double, is string, is array, is null, is numeric degan shu funksiyalar ustida bir-birlab to'xtalinglar. Faqat is deb asliy siziq tizib biz o'rgangan yiliqa 4 xil yoki 5 xil saliq ma'lumot tipi keliblar, aqsh turnaq kelib shu funksiyalarni sizlar sinaq qilib izlashinglar. Bu soat topshiriq shu, darslik shu yerda oxirlashdi.